Assalamu alaykum qarindoshlar. Bu soatlik darsimizda biz IQ darslarimizning eng oxirgi bölüm qaysi çevre ve alanını ko'ramiz. Yana çevre ve alan shunami? Çevre alan deganni Uyg'urchaga tarjima qilsak, çevre degan aylanma uzunlik, alan degan yuz bo'ldi. Shunami? Unda bo'lsa savollarimizga bir qarab boqaylik. Mesela birinci savol qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir qanday shakl beribdi shundami? Unda bo'lsa x tang necha voy deb so'rabdi. Yana qanday bu x degan bu nuqtadan bu nuqtagacha bo'lgan oraliqni ko'rsatib bergan shundami? Unda bo'lsa bu necha voyga tang? Unda bo'lsa, ya'ni bu nuqtadan va yoki bu nuqtagacha bo'lgan uzunlikni hisoblab chiqing debdi. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak 3 voy shundami? Üstü unda bo'lsa, masalan bu yermi necha bo'ldi? Bu yermi 3 voy degan gap. Unda bo'lsa bu yer necha voy ekan? 2 voy ekan. Bu yerchi 3 voy ekan. Shundami? Bu uzunlik. Unda bo'lsa, masalan bu uzunluqma necha voy ekan? 3 voy. Unda bir qo'shib o'taylik. 3 voy, 3 voy, shunami 6 voy qo'shilgan qanda 8 voy. Buni qo'shsamchi 11 voy. Ya'ni bu yerga 11 keldi degan gap. Javob qaysi? C javob. Shunami? Ya'ni bu uzunlikni qanday qiling? Voy bilan ifodalang. Unda x degan 11 voyga teng ekan. Keyingi savolimiz qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, shunami? Mushta bir narsa sizib turibdi, shunami? Anandan keyin çevresini tepang deb, ya'ni aylanma uzunluğu. Unda bo'lsa, masalan, aylanma uzunluğunu biz ko'rgan shunami? Masalan, mushta tikto't bo'lonliq qanda bir bog'chi bo'lsin yoki bir maydon bo'lsin. Bu aylanma uzunluq degan bir nuqtadan boshlab shunami? Mushu bir maydonning qanda bir aylanmasining uzunluğu bo'ldi. Shuningdek biz buni aylanma uzunluq deb ataymiz. Unda bo'lsa, bu shaklning aylanma uzunluğunu hesaplang degan gap. Masalan, mushta bir shakllik bir bog'chi bo'lsin, shunami? Buni biz rishatka bilan qurshab itimiz yoki necha metr sim ketadi degan o'xshash savollar chiqadi masalan odatda matematikada. Unda bo'lsa buningki aylanma uzunligini hisoblagan vaqtda bu yer necha ekan? 3a ekan, shundami? Unda bo'lsa bu yer necha? Bu yerdan bu yergacha 6a deb beribdi, shundami? Bu yer necha ekan? A ekan. Unda bo'lsa bu yermi a degan gap, bu yer 2a shundami? Bu a, bu 2a, unda bo'lsa 3a bo'lib ketdi. Bu yermi 3a degan gap. Unda bo'lsa tigimi 3a bo'ldi, shundami? Bu yercha 2a bo'ldi. Tig üstü bilan asti o'xshash. Bu yer a, unda bo'lsa bu yermi a, bu yermi a shundami? Bu yermi a, bu yermi a bo'lib ketdi. Bu yer 5a ekan. Unda bo'lsa toplam bir qo'shib o'taylik. Men bu nuqtadan boshlash, shundami? 3a necha bo'ldi? 6a. Bu yerda yana bir tal a bor, shunami? 7a. Anadan keyin bu 2 ni qo'shsam 9, 10, 11 shunami? 11 ga 5 ni qo'shsam 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 shunami? 24. Unda bo'lsa bu yerda yana birisi bor, 25. Bu 3 ni qo'shsamchi 28 degan gap shunami? Unda bo'lsa bir aylanib chiqsaqli bo'ladi. Undaq bo'lsa keyingi savolimiz qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda qanday çevre hesaplaydi ekanmiz shundami? Bu uzunluqni 3x, bu yana 2x, bu yana x deb beribdi. Unda bo'lsa men bir yezib o'tay, shundami? Bu yana necha bo'ldi? X bo'ldi, bu ham x, bu 2x, shundami? 2x, 2x, 2x. Andan keyin bu 2x, unda bo'lsa bu ya x bo'ldi, shundami? X, 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 x. X, unda bo'lsa bu 2x bo'ldi albatta. X degan gap. Unda bo'lsa bir qo'shib etsak bo'ldi, shundami? Bu ya qapqapti masalan, qat'iy chala qo'ymaslik kerak. Unda bo'lsa qo'shib o'taylik. Bu nuqtadan boshlasak shundami? Men har bir x'ni 1 deb hisoblasam, 1, 2, 3, 4 shundami? 6, 7, 8, 9, 10 shundami? 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30. Bir aylanması necha bo'ldi ekan? 30 degan gap. Shu biraz ehtiyot qilsak, anandan keyin qanda sanab chiqsaqli bo'ldi, qo'shib etsak shundami? Unda bo'lsa bir aylanması 30 x ga teng bo'ldi degan gap. Qarab boqaylik, tarali alan debdi. Unda tarali alan degan bu yaqinda obdan chiqmabdi ekan, men bo'yab qo'ydim. Qayta shu bo'yab qo'ygan yerning yuzini teping. Unda bo'lsa yuzini tepishdan burun biz bir qancha narsani bir takror qilib o'taylik. Boshlang'ich o'rgangan shundami? Masalan, bu bir tikto't bo'longday toza o'xshamay qoldi. Unda bo'lsa bu kengligi a, uzunligi b bo'lsin. Tikto't bo'longningki yuzini tepish uchun men a ni qanday b ga ko'paytiraman. Masalan, 3 metrda 4 metr bir yer bor deylik. Bu ya'ni 3 metr, bu ya'ni 4 metr dey. Unda bo'lsa buning yuzini tepish uchun 3 ga 4 ni ko'paysam 12 kvadrat metr bo'ladi. Unda bo'lsa 3 bo'lonlikini qanday topamiz? Masalan 3 bo'lon deb bir 3 bo'lon bo'lsin. Buning tigi a, bu egizlikini biz qanday odatda h bilan ifodalaymiz shundami? Unda bo'lsa a ni bu h ga ko'paytirib, ya'ni 2 dan 1 ga ko'paytirib o'tamiz 3 bo'londa.
Chunki bu yerda qanday bo'lsam buni men tik 4 bulon desam shunday, tik 4 bulon degani o't to'rini parchalagan vaqtimda bu 2 tal 3 bulonga teng bo'ldi. Men buning boyatdan hisoblagan vaqtimda 3 ga 4 ni ko'paytirib bu tik 4 bulonning yuzini 12 kvadrat metr topdim shundaymi? Agar bu 3 bulonnikini tepang desa 3 ga 4 ni ko'paytirib yoki 4 ga bu egizlik 3 ni ko'paytirib shundaymi? 4 ga 3 ni ko'paytirib yana 2 dan 1 ga ko'paytimiz. 6 chiqadi. Bu ya 6, bu ya 6 yig'vasam yana qanday yig'inchoqlasam 12 degan gap. Unda bo'lsa buni o'rganib qo'ygandan keyin biz bu yerga bir qarab boqaylik. Buningki shunami bu shaklninki yuzini topar ekanman. Bu yer 4x ekan, unda bo'lsa bu yer x ekan shunami. Men bu yerdan bir parchalasam bir tal tik 4 bulon chiqadi, bu yerdan bir tal tik 4 bulon chiqadi, bu yerdan bir tal tik 4 bulon anadan keyin men mushtaq qilib parchalab etdim. Parchalab etgandan keyin 4x ga x ni ko'paysam 4x kvadrat shunami. Bu yerdagi unda bo'lsa bu x bo'lsa bu 3x qoldi. 3x ga x ni ko'paysam 3x kvadrat. Bu yerdagi 4x ga x ni ko'paysam 4x kvadrat shunami. Bu degan 2x ga bu yerdagi 2x ni ko'paysam bu yermi 4x kvadrat bo'ladi. Chunki 2x 4x kvadrat. Bu yermi qanday 4x shunami x unda 4x kvadrat qo'shsam bo'ldi. 4 12 shunami 16 19 x kvadrat bo'lgan. Mana 19 x kvadrat. Bu savolni texnik tez hisoblash yo'limiz bor. Ya'ni qanday bo'ldi? Men bu yerdagi bu shaklninki qanday bütün yuzini qanday qilib olmay, tepib olmay shunami? Unda 4x ga 6x ni ko'paysam necha? 24x kvadrat degan gap. Unda bo'lsa buni chiqarib o'tamiz shunami? Buni chiqarib o'tamiz. 2x ga 2x ni ko'paysam 4x ni elib o'tamiz, 4x kvadratni buni mi chiqarib o'tamiz? Ya'ni bir x kvadratni elib olsam, yana 19x kvadrat bo'ladi degan gap. Keyingi savol qarab boqaylik unda bo'lsa. Bu yerda qanday tarali alan debdi. Ya'ni inglizcha shaded area, right? Anandan keyin unda bo'lsa buningki yuzini tepish uchun men qanday qilaman? Masalan, buni bir qancha bo'lak qilib parchalay shunami? Parchalab etdim mana. 6x ga 2x ni ko'paysam 12x kvadrat shunami? 2x ga bu yerdagi bu 3x, bu yer x. Unda bo'lsa 4x bo'ldi. Bu yer degan 8x kvadrat shunami? Bu yer x, bu yer degan x kvadrat. Unda bo'lsa bu 2x, 3x ni ko'paysam 6x kvadrat. 6 ga 8 ni qo'shsam 14, buni qo'shsam 15, buni qo'shsam-chu 27x kvadrat. Unda bo'lsa D javob degan gap. Keyingi savol qarab boqaylik. Yana bir tal bakkan shunami? Unda bo'lsa bu yerdami tarali alan debdi. Yana buning yuzini hisoblaydi ekanmiz shunami? Unda bo'lsa men bir qancha tal tik 4 bilan chiqarib olay. Mana parchalab chiqarib etdim. Bu yerdami ma'qul shaklda parchalasam bo'ldi. Shundami? Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu 2x x 2x. Unda bo'lsa 2x ni ko'paysam 4x kvadrat chiqdi. Boyaning yuzi shundami? X ga 2x, bu yermi 2x x. 2x 4x buni qo'shsam 5x shunami? Unda bo'lsa bu yer degan 5x kvadrat. Unda bo'lsa bu yer degan necha? Asti 2x shunami? Bu yer degan 3x. Bularga favqulodda diqqat qilish kerak. 3x ga x ni ko'paysam shunami? 2 yan tarafni unda bo'lsa 3x kvadrat. 2x ga 2x ni ko'paysam 4x kvadrat qo'shsam bo'ldi. 4 ga 3 ni qo'shsam 7, 4 ni qo'shsam qanday 11, bu yerdagi 5 ni qo'shsam 16x kvadrat degan gap. Qani javob? C. Shundami? Unda bo'lsa keyingi savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, yana qanday taral alan, ya'ni buningki shaklining yuzini tepang debdi shundami? Unda bo'lsa men boyanqidek qanday parchalab ishlab qo'shishdan qanday bak zerikib ketdim. Boshqacha ishlash yo'li bormi? Albatta bor. Men buni qanday, buni shunda bir kesib, shundami? Buni aklib bu yerga qo'ysam. Shundami? Unda bo'lsa buni aklib bu yerda bir tal, bu yerda bir tal, 3 tal chiqib qolgan nuqtasi bor shundami? Bularniki qanday cho'qisi. Bu 3 cho'qini aklib, men birini aklib qanday miyaga qo'ydim. Men birini aklib qanday miyaga qo'ydim shundami? Men birini aklib masalan miyaga qo'ysam, mishada bir tal bo'shliq qolib qoldi degan gap. Unda buni aklib 1 2 3 shundami? Bu yerga qo'yayotgandan keyin bir tal bo'shliq qolib qoldi. Men nimani hisoblayman navbatda? Mening hisoblaydigan qismim bu qismi bo'ldi. Ya'ni buni shundami? Bütün chiqarma. Unda 3x ga bu yerdagi x, unda bu x, unda bu yer degan 2x shundami? Bu yer degan x necha bo'ldi? 2x 4 5x bo'ldi shundami? 5x 3x ni ko'paysam 15x kvadrat bo'ldi. Undan bu yerdagi bir tal shundami? Bo'shliqni, ya'ni x kvadratni elib olsam 14x kvadrat. Qani javob? A javob degan gap. Texnik chiqadi shundami? Unda bo'lsa keyingi savolimizni qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, yana tarali alan debdi shundami? Unda bu bo'yab qo'yganning yuzini tepang debdi. Navbatda biz bu savolni ikki xil usul bilan ishlaymiz. Ya'ni birinchi xil usul qanday bo'ldi? Qarab boqadigan bo'lsak, bu yerda bu kvadratga qaraylik, shundami? Yerimini bo'yab, yerimini bo'ymabdi. Unda bo'lsa men bu yerni aklib, shundami? Bu yerga qo'ysam.
Yani bu yerga qo'ysam, bu qanday bir to'liqlanadi shunami? Bu yana hisoblashninki hojat yo'q. Unda bo'lsa, biz shunday qilamiz. Ya'ni buni aklab bu yerga qo'ydim shunami? Anandan keyin men bu yerni hisoblab chiqaman. Ya'ni bu yerni bir hisoblab olamiz. Anandan keyin qanday o'ng tarafini, ya'ni bu yerni bir hisoblab olamiz, sol tarafni shunami? Unda bo'lsa, bu tik to'rt buloqni bir hisoblayman degan gap. Bu 3x shunami? Bu 4x. Unda 4x ga 3x ni ko'paysam 12x kvadrat bo'lib ketdi. 2x ga 2x ni ko'paysam necha? 4x kvadrat bo'lib ketdi. Unda biz asta qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda men qanday qilman? Bu yerda men bu yerni aklab shunami? Bu yerga chaplaymiz. Andan keyin bu yerni aklab shunami? Bu yerga chaplaymiz. Unda qilgan vaqtimda bu nimaga o'zgarib ketadi? Unda qilsam shunami? Boshqa qalam bilan bo'yay. Men faqat va faqat mushiyani hisoblab chiqsam bo'ldi degan gap. 1 2 3. Unda bo'lsa bir hisoblab boqaylik. Bu yerda x shunami? Bu x. X ga x ni ko'paysam x kvadrat, buningdan 3 bor shunami? Unda bo'lsa 3x kvadrat degan gap. Bir qo'shib o'taylik. Necha bo'ldi? 19x kvadrat. Unda bo'lsa javob qani? 19x kvadrat shunami? 19. İkinci xil hisoblash usulimiz qanday bo'ldi? Qarab boqaylik. Men buni 3 bo'lim peti qanday hisoblab chiqaraman. Ya'ni buni bir 3 bo'lim deb qarayman. Buni bir qanday 3 bo'lim deb aslidagidek hisoblab chiqamiz. Ya'ni 3 bo'limni hisoblagan vaqtda formulani baytin deb bergan shunami? Masalan, buni asosi a deymiz, anandan egizligini h yoki ba'zida b desakmi bo'ldi. Ya'ni bu yerda egizlik shunami? Unda bo'lsa a ga bu yerdagi h ni ko'paytib 2 dan 1 ga ko'paytgan ekan. Unda bo'lsa bu 3 bo'limning yuzini qanday topamiz? Bu yer degan 2x, bu yer degan 2x shunami? Toplamda. Unda bo'lsa 2x ga qanday qilma? 2x ni ko'paytdimi? Shunami? Bu ularni o'zaro ko'paytgan vaqtimda ko'paytib, yana 2 dan 1 ko'paytimiz, unutib qolmaylik. 4x kvadratga 2 dan 1 ni ko'paysam 2x kvadrat bo'lib ketdi. Shunami? Bu 3 bo'limning yuzi. Bu yerda qanday x kvadratdan 2 bor, unda bo'lsa 2x kvadrat shunami? Anandan keyinchi bu yerda yana o'xshash. Bu yerda 4x, 3x, unda bo'lsa 12x kvadrat shunami? Bu yerda 2x, bu yerda 3x. Unda bo'lsa buni bir hisoblaylik. Bu 3 bo'limninki yuzi shunami? 2x ga qanday qilamiz? 3x ni ko'paytib, buningga yana 2 dan 1 ni ko'paytimi? Unda bo'lsa 3x kvadrat chiqadi. Shunami? Bu yerga 3x kvadratni qo'ydim. Qaraydigan bo'lsak, bu navbatda 1 2 3 4 parcha bo'linib ketdi. Shunami? Unda bo'lsa 2 2 4 16 3 ni qo'shsam 19x kvadrat degan gap. Qaysi xil usul sizlar uchun bakroq qulay bo'lsa, shu xil shaklda hisoblab chiqasanglar bo'ldi. Shundaymi? Bunda bo'lsa, keyingi savolimizga qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, yana nima debdi? Tarali alan debdi, shundaymi? Unda bo'lsa, biz buni qanday baytdagi birinchi xil usul bilan ishlab chiqaraylik. Yana men bu yerda bu yarim chemberni, shundaymi? Yarim 3 bo'loni qanday qilaman? Bu yerga qo'yaman. Unda bo'lsa, buni bu yerga qo'ygan vaqtimda, shundaymi? Bu yerdan boshlasam, buni bu yerda qo'shib hisobladim. Unda bo'lsa, bu xil shaklda o'zgarib ketadi, shundaymi? Undaqda men yana bu 3 bo'loni, shundaymi? Bu yerdagi bu 3 bo'loni qanday qilaman? Bu yerga qo'shib hisoblasam. Unda bo'lsa, buni hisoblamaymiz, navbatda bu yerga qo'shib hisoblayotdim, shundaymi? Andan keyin bu 3 bo'lonchi, bu 3 bo'lonni bu yerga qo'yib qo'ysam, unda bo'lsa mushtal o'tab ketdim, men keldim. Unda bo'lsa men bu 3 bo'lonni shundaymi? Bu yerga qo'shib hisoblasam bo'ldi. Unda bo'lsa navbatda bu bunda o'zgarib ketadi, shundaymi? Mana bunda bo'lib ketdi. Andan keyinchi qanday qilamiz? Bu 3 bo'lonni shundaymi? Kichik 3 bo'lonni bu yerga qo'yib qo'ysam bo'ladi. Andan keyinchi bu yerga baytdan buni qo'yayotgandim. Unda bo'lsa mushta bir butun bo'lib ketdi, shundaymi? Texmi qulay bo'ldi. Qarab boqadigan bo'lsak, bu yer ustinechi 2x, shundaymi? Uzunligi. Men buni qanday bir tik to'rt bo'lon qilib ma'qul shaklda parchalasam, bu yer necha bo'ldi? 3x bo'ldi. Unda 2x ga 3x ni ko'paysam 6x kvadrat shunami? Bu yerdagi x ga bu yerdagi 2x ni ko'paysam 2x kvadrat. Unda bu 2x ga shunami? Bu yerdagi bu 2x ni ko'paysam necha? 4x kvadrat degan gap. Javob necha bo'ldi qo'shsam? 12x kvadrat. Qani? B javob shundami? Qaraydigan bo'lsak 9-bo'lim, ya'ni chevra va alan intayin oddiy bir bo'lim shundami? O'quvchilar imtihonda biroz texnik ehtiyotchan bo'lganda bu bo'limdan kelgan savollarni hammasini to'g'ri ishlab, to'liq nomer ola oladiganligiga ishonaman. Unda bo'lsa, qarab boqadigan bo'lsak shundami? Mashqlarimiz tugabdi. Ya'ni IQ ning eng oxirgi bo'lim, 9-bo'lim chevra va alan mush yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.